Assalomu alaykum, sizlarning Garaj 21 bugungi sonimizda Lacetti va Gentra narxlarini ko'rib chiqamiz. Gentra deydi. Короче 2023 oxiri 2024 da chiqqan. Sasini ashi udar kraskalar so'z toza 20 ming yurgan. Umuman shunaqa analar yo'q, xarajat yo'q. Короче shuni olib haydashingiz kerak. Balon holatini yaxshigina sizning turibdi, hech qanday o'zgarishlar yo'q. Ammo chatga turibdi. O'zingiz bir izoh berib qo'yishingiz mumkin. Salonlar holati ham yaxshigina turibdi. Bank to'polcha, yana avtomat korobka ham dotim bor. Paslash. Luki ham bor. Ha, luklarigacha bor ekan. Metallarigacha bor. Mana orqada oyga kameralar ham o'rnatganlar, shu bilan qo'shib beraveradilar. Narxi qancha? 190, 188 larga 190 deyaptilar. 188 bo'ladigan bo'lsa, shunday beraveradilar. Короче, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomer yozib qoldiramiz. Shu nomerga murojaat qilib telefon qilishingiz mumkin. 2013-yilgi Lacetti ko'rib turganingiz ahvoli shekarlangan turibdi. Motorlar holati ham yaxshigina himoyalashgan vositalarigacha bor, yaxshi uddargina turibdi, metallarigacha bor. Moy yemaydi, yaxshigina holatda turibdi. Aytgancha ozroq petnochasi bor. Dehqon mashina, o'zlari aytayaptilar, dehqon mashinasi. Ozroq petno kraska bo'lgan joylari bor. G'adayta shu bir 2-3% ga to'g'ri keladi, uncha ko'p emas. Salon holatiga keladigan salon holati ham yaxshi turibdi. Unaqa o'zgartirib qo'yasizlar. O'sha shekarligini qanday olgansiz, shunaqa holatda saqlangan. Orqa tomondan ko'rinishlari mana ko'p turganingiz metallargacha bor. Hech qanaqasi qarab-qarab mashina orqadan urib shunaqa joylari yo'q. Короче, hech qanaqa deb ko'p aytib o'rdim. Xo'p. Narxini 95 dilda 90 bo'ladigan bo'lsa, shunday beraveradi. Короче, narx pulga shunday olib ketishingiz mumkin. Gentra, Lacetti, ko'p turli holatlari yaxshi, motorlari ham toza, hech qanaqa moy-poy yemaydi. Metallar temir metal bormi? Benzinda yuradi, hech qanaqa ayblari yo'q. Chekadagi turibdi, balonchalarni ko'rib turibsizlar, uncha ko'p yedilmagan bo'lsa kerak, men nazarimda shunday. Endi sizlar nazarda bilmadim qanday. Salonlar holati ham yaxshi, luklarigacha bor, avtomat korobka, ashi shekarlangan turibdi, hech qanaqa o'zgartirib kiritilmagan, ammo chatga yaxshi sasanada saqlangan turibdi. Orqa tomondan ko'rinishlari yaxshigina sasanasi, hech qanaqa o'zgartirib kiritilmagan, rang va kraskalar bo'lmagan. Narxini yurgan aytgancha 60 ming yurgan, narxini 160 million deyaptilar. 158 millionlarga ishlab beraveradi. Pastda nomer yozib qoldiramiz, murojaat qilishingiz mumkin. 2023 avtomat Gentra, adashmasa propan bormi? Propanda. Ha, propani bor. Probega 32 ming shu atrofda bo'ldi. 32 ming probeg, oxiriga chiqadi. Full, короче, komplekt shuni olib haydashingiz kerak. 178. 170 kamerali, kreditga beraveradilar bemalol. 23 metalligi. Mejiga hamma narsasi bor. Chotki sasini mehrcham shuni berganlar, kredit narxiga 180 million so'mga shuni beraveradi. 2022-yilgi avtomat metanda bor. Shoprishda petnosi bor. Narxi 160 million so'm. 160 million so'm narx. Shuda. Bo'ladi.